Assalomu alaykum. Men bugungi darsda Visual Basic Net'ninki muhim alaylik bo'lgan obyektiv ko'zlangan programma laylash ideyasi to'g'risida men qisqacha to'xtalmoqchi. Biz oldin qatimda Visual Studio'ninki asos ekran ko'rinishini ko'rganimizda biz Visual Basic Net orqali oddiy programmalardan bir qanchasini laylab ko'rgan edik. Shu vaqtda biz o'tturdagi bu rayonni asos rayon, ya'ni asos ko'znak, ya'ni deb tushundirgan. Sol tarafdagisi bo'lsa, mushning munosabatlik, ya'ni mush qural sanduqi va buning munosabatlik bo'lgan barliq kontrollarniki tizimniki degan edik. Uningdan boshqa yana o'ng taraf ostidagi bu ko'znakni xoslik ko'znagi degan. Undaqda bu xoslik ko'znagidagi har bir xoslik qiymatini o'zgartgan vaqtimizda loyiha ko'znagidagi shu obyektivninkimi xoslik qiymatini o'zgartirib ko'rgan edik. Endi biz bu yerda obyekt, lekin xoslik degan bir qancha hukmlarni o'tirib qo'ygan edik. Undaqda zodi obyektiv degan nima, xoslik degan nima? Men sizlarga bu to'g'riliq ozroq so'zlab beray. Obyektiv ko'zlangan programlash tilininki asos ideyasi, ya'ni burundagi markaz bo'lgan narsa obyekt. Ya'ni biz obyektni markaz qilib turib, hadis orqali uning jarayonini qo'zg'atib programmani ijro qildiramiz. Mana mushundaq iqimdagi, mushundaq yo'nalishdagi programma laylash texnikasini biz obyektiv ko'zlangan programma laylash texnikasi deb ataymiz. Yana buningda boshdan oxiri ko'ngil bo'ladigan mazmun shu obyektivni asos qildi, shuni markaz qildi. Uningki xoslik qiymatini o'zgartirish ham hodisa orqali programmaniki jarayonni biz kontrol qilib turamiz. Masalan, obyektiv ko'zlangan programma laylash tillaridan biz ko'proq anglagan tillardan C++, Java, C#, Visual Basic .NET degandek nurg'un programma laylash tillari bor. Undaqda obyekt degan zodi nima? Obyekt deganimiz shu turmushimizdagi real, ya'ni haqiqiy mavjud turgan nurg'un narsani biz ko'z oldimizga keltirsak bo'ldi. Masalan, odam, mashina, telefon degandek. Biz oldindan shu konkret narsalardan boshlaylik. Ya'ni biz real turmushda ko'zimiz bilan bevosita ko'rayotgan, qo'l bilan tutishga bo'ladigan shundaq narsaning hammasini biz obyekt deb ataymiz. Masalan, ulug' olim Mahmud Qashqari, masalan, Toyota markali pick-up, anandan keyin Windows sistemli telefon. Undaqda bularninki zodi qandaq alohidligi va qandaq bir-birisidan zodi qandaq farqlantiramiz degan chog'da bu obyektivlarninki hammasiniki o'ziga xos alohidligi bo'ldi. Masalan, odamlar uchun qanchaqda uningki ism, familiyasi, tug'ilgan vaqti, yashi, kasbi, har xil aloqalash nomeri degandek nurg'ulg'an xosliklar bo'ldi. Undan boshqa yana uningki millati, jinsi, chiroy shakli degandek yana nurg'un alohidliklar bor. Mashina uchun aytgan chog'da mashinaningki rangi, markasi, bahasi degandek yana boshqa xosliklar bor. Telefonda bo'lsa, telefonda uningki rangi, zavoddan chiqqan vaqtidan boshqa yana uning qo'llaydigan sistemasi, masalan Androidlikmi yoki Windows sistemlikmi degandek, yoki qandaq torlarni qo'llaydi degandek mushundaq alohidliklar bo'ladi. Undaqda obyektivda cho'qim xoslik bo'ladi ekan. Ya'ni har qanday obyektivninki o'ziga xos xosligi yoki alohidligi bo'ladi ekan. Masalan, olim Mahmud Qashqarni misol olsak, ismi Mahmud Qashqari, yurti Qashqar, yashi 97 yosh. Undan boshqa boshqa xosliklardan, masalan, egizligi, eg'irligi, millati, tug'ilgan vaqti degandek nurg'un xosliklarni biz bilishimiz mumkin, o'tirib qo'ya olamiz. Bundan boshqa, masalan, bir mashinaninki xoslikni ko'rib boqaylik. Ya'ni buning alohidligi markasi bor. Masalan, Toyota markali yoki Nissan markali degandek. Buning rangi bo'ladi, oq, qora, qizil degan o'xshash. Undan keyin buningki bahasi bo'ldi. Masalan, bahasi, ya'ni obyektivninki usuli. Diqqat, bu yerdagi usul naqsh usullik usul emas.
bu əməliyyatı bir hərəkətini görsüdü. Məsələn, qoyuğa nisbətən, avval qoyunun xaslığını da baxaylı. Ondan bu qoyununki məsələn rəngi qara qoymu, boz qoymu degan o'xshash. Ondan keyin u qo'shqarmi, sog'liqmi degandek nurg'un xaslaqlar bor. Anandan keyin balkim bahosimi bor. Mushlarning hammasi bu qo'yning degan obyektivniki xasligi bo'ladi. Endi buni usuli-chi. Usuli deganimiz mush obyektivga tava bo'lgan harakat mushu obyektivniki usuli bo'lib hisoblanadi. Masalan, qo'yga nisbatan qo'y mangadu, uxlaydi, ma'raydi degan o'xshash. Bularning hammasi o'sha obyektivga tava bo'lgan harakat. Masalan, usab ketsa suv ichidi deganga o'xshash. Shunga bularning hammasi harakatda. Ya'ni bu harakat asosan tug'ma bo'lgan harakatlar, masalan, uxlash, bir narsa yeyish, anandan keyin ma'rash degandek. Bularning hammasi obyektivniki usuli deb ataladi. Buni inglizcha bu atalgan ifodalaydi metod deb. Albatta biz Uyg'ur tilida biz metod, ya'ni o'qitish metodi deb ko'p anglagan. Shu metodiki gap mushadagi ingliz gaplar o'xshash amaliyotda. Ya'ni metod degan gap, usul degan gap, ya'ni o'qitish metodi yaxshi degan gap, o'qitish usuli yaxshi degan gap. Unda obyektivda mushta usuli bo'ldi, ya'ni tava bo'lgan harakatda, masalan, qo'yga nisbatan ma'rash, mengish, uxlash degandek. Odamlarga nisbatan cho'disa, mengish, uxlash, yugurish. Albatta odamda ma'rash bo'lmaydi. Nima bo'ldi? So'zlash, ya'ni gap qilish bo'ladi. Bularning hammasi yana shu obyektivniki shu tug'ma bo'lgan harakatini ko'rsatadi. Odatda buning ichida qandaq jarayon orqali ma'rashning zoti qanday bo'lganligi, bularningki ikki qismi qanday qishning bo'lganligini biz buning qiziqmaymiz. Faqat uningki tava bo'lgan harakatni biz tizib chiqa olsak bo'ladi. Masalan, undan boshqa telefon urish, telefon qabul qilish, uchur avatish. Ya'ni ma'lum bir obyektivniki mushundaq bir harakat, ya'ni usuli bor ekan. Undaqda bu qandaq narsa desa, endi telefon deganni biz faraz qila olamiz. Ham uchinchi bir muhim hukm hodisa. Inglizcha event deydi. Hodisa deganimiz shu obyektivda yuz bergan harakat. Diqqat qilinglar, bu harakat bayaq usul harakat, lekin ikkisiniki farqi bor. Birisi obyektivga tava bo'lgan harakat, shu obyektivniki usuli bo'lsa, hamda obyektivning o'zida yuz bergan harakatlarning hammasi hodisa bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'xshamagan obyektivdagi hodisami o'xshash bo'lmaydi. Bunga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Masalan, qo'yninki usulini misol qilsak, masalan, ma'rash, mengish, to'xtash dedik. İştiqqa nisbatan esaqchi desa, buningda masalan qavash, shunaqqa, mengish, uxlash bularning hammasi shu obyektivningki harakatining usulini bildirdi. Ham hodis degan nima desa, shuningda yuz bergan harakat. Masalan, biz ishtiq chiqilsak yoki ishni tepsak, bizni tishlash mumkin. Agar qo'yning beshiga birini qo'ysak yoki usiman deb ingishib oldiga borsak, u bizni usib qo'yishi mumkin. Demek, mushunda hareketning hammasi nima? Hodisa hisoblanadi. Ya'ni hodisa shu obyektivlarningki sirtqi ta'siriga bo'lgan qaytug'an inkosi, ya'ni shuning munosabatli harakatlarning hammasi hodisa bo'ldi. O'zida azaldan tug'ilishdan bor bo'lgan harakatning hammasi uningki usul bo'lib hisoblanadi. Shunga diqqat qilsak, obyektivningki xosligi anandan keyin usuli va hodisa hozir 3 narsani dedik. Hamda hodisani misol olsak, masalan, bir sinfda o'qituvchi degan bir obyektiv bor. Anandan keyin o'quvchi degan obyektiv bor. Albatta biz ko'zimiz ko'rib turgan shu doska, bu yerdagi ustal, o'rindiq, tomdagi qog'oz, shularning hammasi obyektiv bo'la oladi. Biz oldi bilan shu muhim obyektivdan ikki misol olaylik. O'qituvchi bilan o'quvchi. Bular o'xshamagan ikki obyektiv. Lekin bularning hammasi insonlar. Undaqda bu obyektivningki farqi nima bo'lsa, oldi bilan bular xoslik jihatdan bundaq farq ega. Ya'ni bularningki xizmati, masalan, o'qituvchi. Demak, shu farqlandi. Bu yoqning bo'lsa o'quvchi.
Qagan ismi yeşi degan bu jihatda bular hammasi o'rtaqlikqa ega bo'lgan bo'ladi. Hamda hadismi, usulmi bu jihatda farqlandi. Masalan, hadis misolga olsak, dars qo'ng'irga chelingan aman o'qituvchi sinfga kirdi. O'quvchilarmi albatta sinfga kirib bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin o'qituvchi yo'qlamni chep, yo'qlam qilayotgandan keyin dars so'zlashni boshlaydi. O'quvchilarmi muallimniki dars so'zlaganidan ondan keyin xotira qoldirib mangadi. Demak, mushundaq bir o'xshamagan hadislarga ega. Yana bir mushundaq bir obyektivlar hozir o'xshash bir ishga nisbatan o'xshamagan inkasni qaytaryapti. Demak, biz buni hadisa deb ataymiz. Şuna hadise mushu obyektivning o'zida yuz bergan harakat. O'xshamagan obyektivda hadislar o'xshash bo'lmaydi. Obyekt xuloslasak, obyekt turmushimizdagi mavjud narsalar. Xasligi shu obyektivningki o'ziga xos bo'lgan alohidligi, boya degandek ismi, yeshi, egizligi, og'irligi degan o'xshash. Usul deganimiz mush obyektivga tava bo'lgan harakat, bu asosan tug'ma bo'lgan harakat. Uning ikki qismidagi qandaq harakatning yuz berganligini, qandaq shaklda tamomlanganini biz kontrol qila olmaymiz. Hadis desa bu harakat bo'ladi, lekin hadisning ichidagi hadisga bo'lgan inkasni biz layihəlab chiqa olamiz, o'zgartira olamiz degan gap. Ya'ni obyektivning o'zida yuz bergan harakat. Mush harakat orqali biz yana nurg'un ishlarni tamomlaymiz. Shunga obyektiv yuzlangan programmalar tilida biz obyektivni asos qilamiz. Obyektivda xoslik bo'ladi. Anandan keyin yana bularda usul va hadis bo'ldi. Biz bularni umumlashtirib harakati desak bo'ladi. Demak, xuloslagan chaqda obyektivda ikki narsa intayin muhim. Birisi xoslik, yana birisi harakat. Shunga bugungi darsimizda shu obyektivga yuzlangan programma layihalash ideyasidagi muhim bo'lgan bir qancha hukmlarni dastlabki qadamda oydinlashtirib olishinglar intayin muhim. Programma layihashniki ma'lum bosqichga yetgandan keyin men anikin butunlay obyektiv yuzlangan programma layihalash ideyasi to'g'riliq men sizlarga texmo tafsili so'zlab beraman. Endi programma layihalash aryuzi qaraydigan bo'lsak, masalan, shu loyiha ko'znagidagi shu sol tarafdagi har xil kontrollarni o'ng tarafga so'rab chiqqandan keyin bu yerda biz uni obyekt deb qaraymiz. Masalan, bu obyektivning ismi zodi nima bilmoqchi bo'lsak, mouse bilan bassak, buning xoslik ko'znagida obyektivning ismi ko'rindi. Masalan, textbox 1. Astix bo'lsa xoslik ko'znagi sol tarafdagi xoslik nomi. Ya'ni textbox 1 degan obyektivningki text degan xosligiga biz Visual Studio 2015 deb xoslik qiymatini kirgizsak, undaqda obyektivningki textbox degan bu joyda o'zgartgan xoslik qiymati Visual Studio 2015 degan ko'rindi. Visual Studio'ni qo'zg'atgandan keyin men yangidan tur qurishni chekib, bu yerga men Visual Basic'ni tanlab, Windows'ni tanlab, Windows ko'znakli qo'llanuvchan programmani tanlab, bu yerga sinaq uchun yoki Object deb ism qo'ydim. Saqlash o'rnini men diskidagi projectning ostiga Visual Basic deb bir qisqachuqni qurib, shuning ichiga saqlay. Demak, bu programmaning saqlash o'rni hozir diskidagi projectning ichidagi VB degan qisqachuq. Ya'ni turning nomi Object bo'ldi. Buni qurgandan keyin bundaq ko'rinish paydo bo'ldi. Buningdagi form bir amaliyotda bir obyekt. O'ng tarafdagisi shu obyektivniki xoslik ko'znaki. Undaqda buning hadislarini ko'rib baqsaq, o'ng tarafdagi bu hadisni bassak, bu yerda hadislarniki tizimligi ko'rindi. Bularning hammasi quruq, biz hech qanday hadisga biz kod yozmadik. Undaqda men yana ekranga textbox degan bu kontrolni tanlab, mousening so'l knopkasini bosib turib, bu yoqqa chiqdim. Textbox 1 bo'ldi. Men yana bir chiqdim. Bu textbox 2 bo'ldi. Demak, bularning hammasi form 1 degan obyektning ustidagi 2 dona obyektlardir. Ustidagi birinchi textboxni bassak, buningki
işi qop-quruq ekanda biz miyaga undaqda hello degan xatni yozib o'zgarsam ustidagi text boxning mazmuniga hello degan tekst ko'rindi. Demak, xaslik qiymatini o'zgartirish uchun xaslik ko'znikidan shuning muvofiq bo'lgan text degan xaslikningki qiymatini men hello o'zgarsam bu yerda hello degan tekst ko'rindi. Endi men forum degan ko'znakni xohlagan bir yerda anandikin mouseni cheksam bundaq bir ko'znak chiqdi. Yine kod yozgan. Bu yerga men text box 2ning teksti deganga Visual Basic Net deb ma'qul kodni yozdim. Unda o'zi textbox 2 deganni biz objektiv degan to'q. Undaqda text degan uning xasligi bo'ldi ekan. Undaqda ma'lum bir obyektivniki xasligini o'zgartirish uchun shu obyektivniki nomini yozib, chekit yozib, anandan keyin xaslikning nomini yozib tekstni. Andan keyin tang deb bu harf tizmasining tekst bo'lganligi uchun qo'sh pashning ichiga visualbasic.net degan tekstni yozib kirgizdik. Undaq bu programni ijro qilib ko'rib boqayli. Ijro qilish uchun ustidagi qural baldaqdan qo'zg'atish deganni bassaq, hamda text box'ningki ichidagi qiymat qarasak, ustida hello deb ko'rindi, aslida Visual Basic Net deb chiqdi. Demak, ustidagisini biz xaslik ko'znak orqali o'zgartdik, aslidagini kod orqali chiqardik. Undaqda biz yana ustidagi betkushdan forum 1 VB loyiha degan betkushni chekib, loyihalash ko'zniki akagandan keyin biz buningki kenglik egizligini o'zgartirish uchun mouse orqali bevosita tasaq bo'laverdi. Andan keyin buni xat nusxasini o'zgartirish uchun yoki cho'ngroq xat nusxasi ko'rsatish uchun biz obyektivni tanlaymiz. Ayrim-ayrim o'zgartsak bo'ldi. Yoki shu forumning xat nusxasini o'zgartirib olsak, hammasi shuning moslashadi. Oldi bilan forumni tanlab, xat nusxasining ichidan biz muvofiq bo'lgan xat nusxasini tanlab o'zgartsak, demak, shu forum 1ning ustidagi barliq obyektivlarning xat nusxasi farqli o'zgardi. Endi ijro qilib ko'rib boqayli. Mana hello Visual Basic Net. Sol tarafdagi loyiha ko'znak, o'ng tarafdagi ijro bo'lgan ko'znak. Aslidagi xaslikni biz kod yozish orqali chiqardik. Ya'ni bu kodda bundaq bir hodisa bor ekan. Forum 1 load deydi. Ya'ni forum 1 degan obyektiv yuklangan chaqda, ishga saqlab yuklangan vaqtida ijro bo'lgan hodisa. Undaqda biz hodisaning ichiga o'zimiz kod yozish orqali buning jarayonini kontrol qilib tura olamiz. Undaqda buning jarayoniga biz textbox 2ningki text degan xasligi Visual Basic Net degan yozganligimiz uchun shu forum 1 ko'znak qo'zg'algan hamon, ya'ni yuklangan hamon undaqda bu hodisa yuz berdi. Bu hodisaning ichida textbox 2ningki text degan xasligiga Visual Basic Net degan tekstni berdi. Shuning bilan yuqoridagi ahvol kelib chiqdi. Ustidagisini biz xaslik ko'znak orqali o'zgartdik. Undaqda bugungi darsimiz bu yerda tamomlandi.